Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugungi cho'chkimizni boshlashdan avval sizlardan bir savol so'rag'im kelyapti. Sizlar Melike degan karton filmni ko'rib boqqanmi? Meningcha cho'qim ko'rib boqqan. Undaqda bugun biz Germaniya cho'chki Melikeni anglag'ach, ashu karton filmni birlikda aslaylik, ha? Germaniya cho'chki Melikə. Burunning burunisida katta bir qal'ada bir podshoh o'tgan ekan. Bir kunlarda uning ayoli bir qiz tug'ibdi. Kichik Malika to'limi chiroyli, yumran terisi qordek oppoq bo'lg'achqa, hammalar uni Malika deb ataydigan bo'ldi. Malika tug'ilib uzoq o'tmay onasi tugab ketibdi. Bir yildan keyin podshoh qayta uylanibdi. Malikaning o'gay onasi intayin hasadxo'r ayol ekan. Malikaning o'gay onasimi nihoyatda chiroyli, ammo bakli haqavur ayol ekan. U chiroyli qiz ayollarni yomon ko'radi ekan. O'zidan boshqa har qanday ayolning chiroyli bo'lishini xohlamaydi ekan. Kishilar bir kimning chiroyini uning go'zalligi bilan selishtirgudek bo'lsa, jini chiqibli qoladi ekan. Xanishning sehrli bir bo'y aynagi bor ekan. Sehrli aynak so'z qila oladi ekan. Har atiganda Xanishning o'rnidan turib qiladigan tunji ishi bu aynakka qarash va uningdan "Ay, sehrli aynakim, bu dunyoda eng go'zal ayol kim?" deb so'rash ekan. Sehrli aynakmi har qidim bu savol so'ralganda "Siz hammadan chiroyli, go'zallikda tangdishingiz yo'q, hurmatli xonishim" deb javob beradi ekan. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Malika asta-asta cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'lgan sari teg'imi chiroylilashib, xuddi bir kichik pariga o'xshab qoldi. Bir atigini Xanish o'rnidan turib, odati bo'yicha sehrli aynakning oldiga keldi. U o'zining aynakdagi aksiga mag'rurlik bilan nazar tashlab, uningdan so'rabdi: "Ay, sehrli aynakim, bu dunyoda eng go'zal ayol kim?" deb so'rabdi. Kutilmaganda aynak "Malika eng go'zal" deb javob beribdi. Bu javobni anglagan Xanishning beshi birrati qiyib, yiqilib tushgili tos qopdi. Go'zallikda o'z bilan tanglashalaydigan bir aylarning paydo bo'lgani uning yuragini mushukdek tadilab etishtirib etibdi. O'g'isini qaynatib, uni zahirtib etibdi. "Bundaq bo'lishqa hargiz yo'l qo'ymayman" debdi Xanish achchiqida yerni tepib turib. U bir amal qilib Malikaning ko'zini yo'qotmoqchi bo'libdi. Xanish o'z ishindigan bir malayni huzuriga chaqirib, uningga nurg'un pul beribdi. Andin Malikani qal'adan xeyli yiroqdagi o'rmonlikqa opirib o'ldirib etishni buyuribdi. Oshko'z malay Xanishning deganlarini o'rindashga ma'qul bo'libdi. Ammo u Malikani elib o'rmonlikning ichkarisiga kirib, qo'l soladigan chaqda ikkilanib qoldi. "Har qanday ishning omon so'riqi bo'ladi" deb o'ylabdi malay. Malika podshohning qizi, uningga qo'l silib qo'yib, ati o'lgun javobini berolmaydigan ish bo'lib qolmasa. Shuning bilan malay Malikani o'rmonlikqa tashlab qo'yib ketib qoldi. Qarong'u tushibdi. O'rmonlikda yolg'iz qolgan Malika yig'lashga boshlabdi. Ammo bu yerda uning yig'isini anglaydigan kim bor deysizlar? Malika yig'lab heribdi. Oxiri bir daraxtning ostida tugilib yotganicha uxlab qoldi. Atiganda Malika uyg'onibdi. O'rmonlikda gullar echilib ketgan, qushlar sayrayotgan, kepinaklar uchib yurgan, yupurmoqlar shildirlayotgan ekan. Bu go'zal manzarani ko'rgan Malikaning ko'ngli xushallikqa cho'mibdi. Tunigun kash qo'rqindan yig'ilganligini aslab o'zining kulibdi. To'm ham egiz dal-daraxtlar uni xuddi sepildek o'rab turadi ekan. Malika ko'ngli tortgan yoqqa mengibdi.
Bir chaqda u kangri bir bo'shliqqa kelib qapti. Qarasa, u yerda ko'rinishi to'limi xalida kichkina yog'och uy turg'idek. Bu uyning eshigimi, derazasimi, turxunimi kichik ekan. Qarmalika bu g'alita uyga qarab bak ajablanibdi. U ixtiyorsiz eshikni ittirib echib uyga kiribdi. Qarasa, uydagi hamma narsa odatdagidan kichik ekan. Bu uyda kim turadigandu? Qarmalika o'z-o'ziga shundoq deganicha oshxona uyga qarab yiqibdi. Viyay, nimonchi kichik taqsilar bu. Yana qo'shiqmi borkan texi. Qaraganda ular 7 odamkan. Uyning ikkinchi qavatida bir yotoq uy bor ekan. Uyga 7 karavot qo'yuqlik ekan. Qarmalika oshxona uyga yenib chiqibdi. Turibla uning bu kishilarga tamoq etib bergisi kepti. Gugum tushganda 7 parpa qaytib kepti. Qarasa, eshik oldi paka supurib qo'yilgan. Ular hayronlik bilan bir-biriga qarashibdi. Parpalar derazadan marab qarab baqsa, uyda hech kim ko'rinmabdi. Shuning bilan ular eshikni astag'ini echib uyga kiribdi. Oshxona uyga kirganda qattiq cho'chib ketibdi. Chunki jo'zg'i g'o'ri ko'tarilib turgan bir ko'ri sho'rpa turg'idek. Sho'rpining mazalik purug'i uyning ichini bir optidek. Voy, bu nima ish? Parpalar hayron bo'lishibdi. Cho'qim biri kapti. Ustinki qavatga chiqib qarab boqmaylimi? U shu yerda bo'lishi mumkin. Dabdi biraylan. Shundoq qilayli. Ular yotoq uyga chiqsa, bir go'zal qiz karavotda sut uyqusida yotgan bo'voq boladak tatliq uxlab yotgudek. Parpalarning boshliqi barmoqi bilan asta turtib uni uyg'otibdi. Siz kim? deb so'rabdi parpalarning boshliqi. Qarmalika o'zining ichinishli kechirmishlarini parpalarga so'zlab bergan ekan, ular Qarmalikaga qattiq ich og'ritibdi. Undoq bo'lsa, debdi parpalar. Bizninkida turib qo'ying, biz birga yashaylik-ku. Rahmat sizlarga, shundoq qilay. Bu bek yaxshi bo'ldi. Rostila beklam yaxshi bo'ldi, debdi Qarmalika. Parpalar xushalliqda uni cho'rgilab usul o'ynab ketibdi. Ajiz atiganda parpalar ishga ketibdi. Mengish oldida ular Qarmalikaga: "Notanish kishi kelgudek bo'lsa, hargiz eshikni ochmang", deb chekilabdi. Qarmalika parpalar bilan yashab tursin, endi gapni xonishdan anglayli, ha? Xonishning moliyi Qarmalikani tashlab ketgandan keyin bir bug'uni o'ltirib, uning yuragini tashirak xonishga ko'rsatgan va bu Qarmalikaning yuragi degan ekan. Bu gapni anglagan xonish baxush bo'ldi va molayga katta inam beribdi. Ajiz atiganda xonish o'rnidan turib, sehrlik aynakdan so'rabdi. "Ay, sehrlik aynikim. Bu dunyoda eng go'zal ayol kim?" "Qarmalikang go'zal", deb javob beribdi sehrlik aynak. "U o'rmonlikning ichkarisidagi bir uyda katta parpa bilan yashayotdi." Bu gapni anglagan xonish ochiqida hushidan ketib qolg'ili tas qapti. Xonish molining aldab ketganligini to'nib yetibdi. Shuning bilan o'zi Qarmalikaga qo'l solmoqchi bo'libdi. U bir olmaning ichiga zahar qo'yib, uni bir sevatdagi olmalarga aralashtirib yetibdi. Ondan keyin u dehqon mo'may qiyofada yasinib, meva sevdini ko'tarib, o'rmonlikdagi hiliqi yog'och uyga keldi. Bu chaqda Qarmalika oshxonada tomoq etayotgan ekan. Tuyuqsiz bir kimning eshikni chekayotganligini anglab qoldi. "Kim?" deb so'rabdi Qarmalika. "Qizim, men olmichi mo'may", debdi xonish. "Shuncha yiroqdan bu yerga olma sotqili keldim. Olmalarim bak tamlik. Biror tal olmamsiz?" "Olmayman. Men hech kimga ish kechib bermayman." Qarmalika do'stlarining jekilashlarga xiloflik qilishni xohlamabdi. Lekin mo'may qiyofada yasinib olgan xonish buning bilan bo'ldi qilmabdi. U sevdidan bir olmani elib:
Nahayda to'g'ri dedingiz qizim. Kichik bola uyda yolg'iz chog'larida natonish kishilarga ishga ichib ba'si bo'lmaydi. Siz rostla bir yaxshi bola ekansiz. Elinga, men sizga bir olma beray. Bu mening yaxshi bolaga bergan sovg'atim bo'p qolsin. Qip-qizil olmaning shirin puruqi gupillab purab turadi ekan. Qari Malika mo'mayning shirin shakar so'zlariga aldanib qopdi-da, eshikni ochib olmani qo'liga oldi. U olmani qaraslatib birni tishlabdi-yu, shu hamon yiqilib joyida yetib qopdi. Lekin zaharxanda xonishning oqibatimi yaxshi bo'lmabdi. U Qari Malikani o'ldi deb xo'shallikda pixildab kulib ketibdi. Biroq qaytib ketayotganda u tiyilib sozliqqa tushib ketibdi. Sozliq bu haqqavur hasadxo'r ayolni yutib ketibdi. Parpila oltin kanda ishlayotgan ekan. Bir chaqda sirtda guldir qaras ovozlar chiqib ketibdi. Ular yugurib sirtga chiqsa, bo'ronliq yomg'ir yig'ish oldida turg'idek. Bundoq chaqda yomg'ir yog'maydi. Bu bir shumliqning bishorati, debdi Parpilaning boshlig'i. Qari Malikaga biror kelishmasi kelgan bo'lmasin yana, debdi yana bir papa. Cho'qqan bo'linglar, biz uyga qaytaylik. Ko'nglim to'yayotdi. Qari Malikaga bir falokatchilik bo'lgandekli qiladi. Yetib barban ko'rchaklarini tashlab uyga qarab yuguribdi. Parpila aldirab tinib uyga yugurib kelgudek bo'lsa, uyning eshigi ochiq, eshik oldidan Qari Malika yiqilib yotgan. Ular dam etib turib qoldi. Parpila esiga kelib, Qari Malikaga qarab etilibdi. Yuzini silabdi, uni chaqiribdi, biroq Qari Malikadan sado chiqmabdi. Qari Malikaning nafsi allaqachon to'xtab ketgan ekan. Yenida hiyliga zaharlik olma turg'udek. Parpilaning boshlig'i: "Bir amal qilib uni qutqizib olaylik." Parpila bildig'aligi chora amallarni ishlatib, Qari Malikani hushiga keltirmoqchi bo'lishibdi. Lekin hech qaysining unumi bo'lmabdi. Qari Malika hushiga kelmabdi. Parpila Qari Malika uchun qayg'urib, uzoq yig'lashibdi. Keyin Parpila Qari Malikani qizilgul barglari yeyitilgan bir karavotga yotqizibdi. Andin o'rmonlikning ichkarisiga elib kirib, xrustaldan yasalgan bir jasad sanduqiga selibdi. Qari Malika jasad sanduqining ichida xuddi xotirjam uxlayotgandek ko'rinadi ekan. Bir oqshimi Parpilaning uyiga notanish bir yigit kelib qopdi. U bir shahzoda ekan. Parpila uningga Qari Malikaning hikoyasini so'zlab beribdi. "To'limi qiziq hikoya ekan", debdi shahzoda. "Meni Qari Malika yotgan joyga boshlab bo'lsanglar qandoq?" Parpila ma'qul bo'ldi. Ular shahzodani Qari Malikaning jasad sanduqi qo'yilgan joyga boshlab beribdi. Xrustal jasad sanduq ichida Qari Malika yana shu paytda yotgan bo'lib, yana shu qadar go'zal ekan. Uning jasadi azroqmi chirimagan ekan. Shahzodaga Qari Malika tirikdekla belinib ketibdi-da, ixtiyorsiz uni suyibdi. "Pa, mavi karomatni ko'ring." Qari Malika ko'zni lappida echibdi. Hammaylan Qari Malikaning zangar ko'zlariga qaraganicha turib qoldi. Shahzoda Qari Malikani jasad sanduqidan ko'tarib elib yerga qo'yibdi va "Go'zal Malika, men bilan to'y qilishni xohlamsiz?" debdi. Qari Malika hüppida qizarib ketibdi va shahzodaning taklifiga ma'qullik bildiribdi. Parpila Qari Malikaning tirilganligi uchun qattiq xushal bo'lishibdi. Dag'dug'liq to'y murosimi shahzodaning qasrida o'tkazilibdi. To'yga kelgan har bir mehmon shahzoda bilan Qari Malikani tug'ma bir juplashgan deb maqtashibdi. Shuningdan tortib Qari Malika baxtli turmush kechiribdi. U yana doim o'rmonlikqa berib, yetti parpini yo'qlab turibdi. O'maqlarim, xonish bak razil ham qorni yetgan-a? Uning kichkina qiz Qari Malikaga qilgan zaharxandaligi haqiqatan bizni nafratlantirdi. Aski odamning oqibati hargiz yaxshi bo'lmaydi. Xonish oxirda jazosini yedi ham.
Shuning uchun biz bu cho'jakdagi razil xanishdan ibrat elib, oq ko'ngil, samimiy, ishchan, chiroyli ham o'maq qarmalikidek bo'laylik, ha? Ha rost, o'maq yetib popini unutib qolg'ili tas qaptiman. Ularning oq ko'ngilligini, boturligini o'zimizga ulgu qilaylik jimo. Kesh bo'p ketibdi o'maqlarim. Ammo bugun boldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.